Munavvara bu, sizdagi o'tirib ish qiladiganlar asosan semirib ketishadi. Siz ham siringizni ayting semirib ketmasligingizni. Xo'p bo'ladi. Bunda hech qanaqa sir yo'q. Bor yo'g'i bizani oldimizda ikkita tanlov turadi. Bu sog'lom turmush tarzi va nosog'lom turmush tarzi, sog'lom taomlar, nosog'lom taomlar. Ya'ni sog'lom turmush tarzida taomlarimiz aynan oqsil, kletchatka, uglevoddan iborat bo'ladi. Nosog'lom turmush tarzidagi taomlar esa ko'proq uglevoddan va qanddan iborat bo'ladi. Aynan siz ham menga o'xshab to'g'ri sog'lom turmush tarzini tanlagan bo'lsangiz, men aynan hammaga manfaatli bo'lsin deb Healthy Bakery'ni tashkil etganman. Aynan bizni bakeryda foydali taomlar, kletchatkaga boy shirinliklar, pishiriqlar, salatlar mavjud. Menga o'xshab sizlar ham hech qayerga chiqolmaydigan bo'lsanglar, bemalol Healthy Bakery'dan o'zligi kerakli, foydali sog'lom taomlarni tanlab olib, dastavka qildirib olsanglar bo'ladi va 3 mahalli ovqatlanishga o'tsanglar, shundagina kaloriylar ham oshib ketmaydi, ortiqcha yog' yig'ilmaydi va semirib ham ketmaysizlar.